Soch to'kilishi, men o'zim sochim to'kilgan, uy sharoitida davolaganman. Eng yaxshilarini aytaman. Bu o'sha oldingi maskamiz, aptekada sotadi. Pertsovaya maska. Maska emas, u suyuqli bo'ladi. Nastoyka. Pertsovaya nastoyka o'shani suradi to'kilayotgan joylarga. Agar общий diffuzniy bo'lsa, hamma yog'iga surib chiqadi. Svejiy yuvilgan chochga. Ikkinchisi, soch kir holatida dersinval qiladi. Portativniy dersinval sotadi bozorlarda. Hamma yoq sotadi o'zi. Industriya krasotida. O'sha dersinvalda qilinadi. Qon yaxshi yurish kerak. Qon yaxshi yursa, soch lukavitsasini pitать qiladi. И o'sha orqali yaxshi o'sishni boshlaydi. Kosmetologicheskiy kabinetda tezroq mana shu qilayotgan narsalar tezroq ish berishi uchun, rezultat berishi uchun kosmetologda обязательно mezoterapiya, plazmaterapiya va biorevitalizatsiya protseduralarini olishinglar shart. Lekin sразу lekinni aytib ketaman. Hamma soch to'kilishi alopetsiya deyiladi. Hamma turi shu narsada yaxshi bo'lib ketmaydi. Agar androgenniy alopetsiya ko'rgan bo'lsanglar, ayollarda katta yoshli, скажем, 30+ ayollarda soch to'kiladi. Juda ham kam soch qolib ketgan bo'ladi. Androgenniy alopetsiya bo'ladi. Androgenniy alopetsiyani faqat soch ektirish orqali tiklash mumkin.